videomdan keyin aniq bu fabrikatchilar mani profilimga hujumga o'tishi aniq. Ramazonga tayyorgarlik challenge'im birinchi kunida men sizlarga manti xamirini qanaqa qilib muzlatishni o'rgataman. Idishimizga tuzli suv qo'yib olamiz. Ichiga bitta tuxum solamiz, un solamiz. Qattiqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni shunaqa ikkiga bo'lib olamiz. Nimaga deysizlarmi? Men sizlarga bitta emas, ikkita manti xamirini ikki xil usulda, ikki xil ko'rinishda muzlatishni o'rgataman. Bitta xamirimizni shunaqa zuvolachalarga bo'lib olamiz. Mana shu shaklda yoyib olamiz. Orasiga paket yoki strechdan foydalansanglar bo'ladi. Shunaqa ketma-ketlikda terib olamiz. Muzlatgichga qo'yib, xohlagan paytimiz olib foydalansak bo'ladi. Ikkinchi usulimiz bu o'sha hammamizga tanish bo'lgan to'rtburchak qilib kesib olamiz. Bu usulda strechimizni uzun qilib yoyib, ko'rsatilgan usulda taxlaymiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanich qilib oling. Do'stlaringizga yuborib, menga podpisatsiya bo'ling. Keyingi safar nimani muzlatishni o'rgating. Kommentariyada javobinglarni kutaman.